Hop, shu uyimizni mana Andijon shahrida 2-Andijonda joylashgan. 5 xona uy, 2 ta sanuzeli bilan ekan. Shu joyga qancha pul ketgan, qancha vaqt ketganligini birga kirib obzor qilamiz ichida. Usta akamiz bor, mana usta akamiz bilan ham boshqa yana bir marta aka, sizmisiz? Rahmat. Kirib mana shu narsani aka, uyda obyektimizni obunachilarimizga aytmoqchimiz. Chunki ko'pchilik uy quradiganlar o'zini hisobini olish uchun o'rtacha bir internetdan istaydi. Bu yer maydoni aka o'zi qanchaga nechi mana shu joy, uy tushgan joy? Xo'p, 16 tashidan tashigacha 16,5 metr, eni 480. 480 ga 16 metr bo'lyapti. 16,5 metr. 16,5 metr bo'lyapti. O'ng tomon perikos holatda oshxona tarafga olib bordik. Sababi perikosga oshxonani hisobiga joylashtirib olsak bo'ladi kuxni mebellar. Mebellar, muammo bo'lmaydi mebel o'rnatishda. Zo'r. Xo'p, aka, bo'lmasa kirib qancha pul ketganini tanishib chiqsak, zo'r. Dorozaxonadan kiramiz. Dorozaxonamiz 3 ga 480, tashidan tashigacha. Yonidan kirganda bitta kattalar uchun yotoqxona, 4 ga 4lik. Uni yonida dush sanuzel bor, birinchi etaj uchun dush sanuzel. Pastki nari tarafga kelsak, bu yerda oshxona bor, o'ng tarafda o'rtada koridor, lestnitsaga ikkinchi etajga chiqishga. Ikkinchi etajga chiqib ko'ramiz endi. Bo'ldi, yura olamiz o'sha yoqqa. Bunisi bu tarafi 3 metr, orqa taraf 4 metr. Perikos holatda. Perikos holat. Bu oshxonada endi. Oshxona. Uzuni 5 metrlik bu xona. Mayerda nima bo'lar ekan mana lizina payantay? Bu yerda anaqa nima holatda ishlatiladi? Kladovka holatida ishlatiladi bu yer. Kladovka bo'ladi. Kladovka holatda ishlatiladi. Bu lestnitsalarni ham o'zingizlar qo'ydinglarmi? Ha, lestnitsani ham o'zimiz qildik, o'zimiz shogirdlar qilgan. Xo'p, o'ng tarafga chiqqanimizda mana bu xona oxiri oz qolyapti. Xudo xolasa 2-3 kunda tamomlaymiz, yakuniga yetkazamiz. Bu xona kattalar uchun yotoqxona. Bu xona ham perikos holatda. Buni garderob nimalar uchun tekisda holatda bitirib olamiz. Mana chap tarafini to'g'riga rom qo'yyapmiz. Mana figurali bo'lib chiqqan, chertojda chizilgan. Xo'p, nari xonamiz esa asosan detskiy holatda foydalaniladi. Bu xonamiz kichikroq. 3 ga 4 metrlik xonamiz bu xona. Detskiy xona. Bu yer koridor. Tezroq ish maqsadida gazoblokdan foydalanganmiz. Avtoklavning gazoblok sababi yaqinda ispitani o'zimiz uchun qildik. Buni sizlar ko'rdinglar. O'zimiz ijtimoiy tarmoqqa qo'ydik buni. Instagramga, YouTube'ga qo'ydik. Sababi dorozaxonani urayotganda ikkita misol necha yillik shogirdimiz shuni chiqaraman deb juda qiylandi. Urib olgandan keyin 1 minutdan keyin chiqarib bo'lmadi. Shu darajada ishlaydi. G'ish bo'lganda, agar g'ish bo'lganda bitta qo'l bilan chiqarib olsa bo'ladi, to'g'ri. Endi siz aka bir gapingiz ustiga savol, o'zi mana shu g'ish sohasida umuman shu ishda necha yildan beri ustasiz aka? Opit. Xo'p, tajriba anchada. Bu sohamiz bizga opodadan 4-avlodman. 4-avlodman. Opoddan dadasi, dadam usta, men oxiri menman. Xudo xolasa davom etib kelyapti. Ya'ni o'g'illar endi xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Zo'r. Aka, bitta narsa men yerda esimdan chiqib qoldi va garderobni qilganinglardan maqsad perikosni yo'qotish. Perikosni yo'qotish. Endi kimda yana shunaqa muammo bo'lib qolsa, bu yerda lifehack ekan. Garderobni chekib tiqib olsa, uyda perikosligi yopilar ekan. Shunaqa? Perikos joylariga garderob zo'r tushadi. Yopadi-da? Yopadi. Mebelni ichini o'zgartirsa bo'laveradi. Mebelni ichi, o'sha perikos polniy garderobning xonalarga zo'r kelib ketadi. Zo'r, bu ham bitta foydali maslahat ekanda. Bu yoqlarda bu ozgina bolalar xonasi. Xo'p, buni kattalar uchun yana bitta yotoqxona. Kattalar uchun. Bu yerda esa o'ng tarafimiz garderob, chap tarafimiz esa dush sanuzel qilib foydalanadi. Bo'yiga kelsak, bir bilan ikkinchi etaj 280, sababi dom forma qilingan, tezroq isish maqsadida. Asosiy maqsad hozir ko'ryapsizlar, to'k muammo, gaz muammo bo'lgani uchun iloji boricha utiflik qilish maqsadida xonani ham bo'ydan ham pasaytirdik, ham nima tomonlama desangiz, gazoblok eng zo'r ekan, mana isish maqsadida yozda salqin, qishda issiq. To'g'ri, endi masalan katyolni ko'mirda yoqadigan bo'lsa, deylik, mana shu uy uchun kuniga bir qop ko'mir yoqadigan bo'lsa, gazoblokda qilib izolyatsiyani zo'r qilib, mana masalan sizlardaqa ustalardaqa odamlar ishlasa,
bemalol bir qop ko'mirni o'rniga bir paqir ko'mir bilan zo'r isitsa bo'ladi-da uyda. Bo'ladi. Chunki rasxod kamligini hisobiga, o'zi hozir siz aytgandek mana shu tok, gaz muammoligini hisobiga, limit oshcha rasxodligini hisobiga shunaqa narsadan foydalanilyapti. Hozirda ko'pchilikda bo'ladi shunaqa savol, ota-bobomiz qilgan pishirg'ichda qila olish kerak deyshapti. Men shunga bitta primer aytaman o'zim. Ota-bobomiz bundan oldin qanaqadir fanar ishlatishgan bo'lsa, hali benzinlimi bir narsalik bo'lardi-yu. Biz sari lampochkaga o'tdik-da, mana sizlar eslaysizlar. Nimaga sari lampochka? Sari lampochkadan keyin biz hozir mana oqqa o'tdik-da. Oq lampochka. Ota-bobomiz o'tganda deb sari ishlatib yursak bo'laverardi. 100 masalan 100 wattmi, 100 wattni hozir biz 10 wattga almashtirdik-da. Xuddi shunaqa bu ham hamma narsadan ekonom qilish maqsadida ishlab chiqarilyapti gazoblok. Siz o'zingiz fikringiz gazoblok to'g'risida gazoblokda ochilib qoldagi mavzuyimiz nimasi aka? Mana masalan gazoblokni eng zo'r sizga yoqqan tomoni nima? Bitta eng zo'r tomoni. Zo'r yoqqan tomoni endi tez ko'tarilish. Vaqtdan-da. Vaqtdan. Birinchisi bu. Ikkinchisi keyin nima desam bo'ladi? Vaqtdan ham yutamiz, ikkinchisi sifatlik. G'ishtda ham ursa bo'ladi sifatli qilib. Bunda yana ham sifatli bo'ladi. Sababi eng glavnisini aytaman, suvaqchi. Endi suvaqchi albatta suvaqchilarga ish bor. Non qolmadi deb har xil o'ylashi mumkin. Lekin suvaqchilarga ham non bor. Bunda отдельщикni o'zi bilan kifoyalanadi-da. Suvaqchini ham 30 ming so'm, 35 ming so'm, 30 ming so'mdan 45 ming so'mga suvaq beryapti. Tashqarini o'zi, ichkarini o'zi, mehnatini o'ziga. Rasxoti bilan 55 ming so'm, suvaqchi bilan gaplashsam 50 ming, 55 ming atrofiga kvadrat tushadi deyapti. Endi hisoblasangiz buni suvaqchini hisobi bor. Undan keyin отдельщик ishlatish kerak, misol uchun. Agar ish bo'lganda, taqdirda. Endi hozir bu gazoblok bo'lgan hisobiga bitta отдельщик bilan o'zi bilan usta bilan yakuniga yetsa bo'ladi. Tugatib qo'ysa bo'ladi. Bo'lib ham pishirishda bu eskitdan bo'lib kelgan o'zi globalniy muammosi pishirish sho'rlash deydi. Agar mana rosa mana necha yildan beri shu gazoblok urgungacha hali xolisona aytadigan bo'lsangiz, pishirishda sho'r yo'qolganmi, yo'qolmaganmi? Yo'qolgan joy bo'lganmi, bo'lmaganmi? Yo'q, yo'qolmagan. Keyin eng qiziq joyi borda, Abduhoshim aka, mana shu uyda xuddi shu hajmga, xuddi shu kvadraturaga, shu xonalarga, shu etapga kelguncha necha pul ketganini aytib bera olasizmi? Masalan, yoki qancha kubi beton yoki qancha gazoblok, qancha armatura? Kubasini aytib bera olaman. Endi pulini hali chiqarganimiz yo'q. Chiqarib turib uni ham misollarga aytsak, biz unda chekkaga chiqarib o'zimiz price list qilib chiqarib qo'yamiz. Xo'p, gazoblokka kelsak, birinchi asosiy gazoblogimiz shu holatga kelgunga davr 16,5 metrga 480 lik holatga 1640 ta gazoblok ketdi jami. Razmeri 30 ga 20 bo'ldi. 30 ga 20, 62. 62 ham. Razmer eng yaxshi gazoblokdan bo'ldi. Xo'p, betonimiz jami. Xo'p, betonimiz 70 kuba beton ketdi. Tayyor beton. Tayyor beton, Tayyor beton ketdi. Kubasi pastga 250 marka ishlatdik. Padushkaga, lenta betonga, kolonna, rigel, monoletga 300 marka ishlatdik. 300 markalar 440 ming so'm ba'zi bir zavodlarda, 460 ming so'm ba'zi bir zavodlarda. Endi yo'lga qarab turib, Anjamdagi holatda u. Yo'l kirasi bilan shunaqa holatda keladi. Endi buni nimasini nasos bilan ham o'zi tayyor kelgan. Nasosi bilan. Nasosi bilan tayyor kelgan. Zavod shunaqa zavod ishga tushgan. O'zi keladi, 9 kuba betonni olib keladi. Uslugasi bor, nasosiga oladi. Xizmatiga oladi. Shunaqa kichkina joylarga quyib berib ketadi. Ko'pchilik endi biz ko'pchilikka maslahat ham beramiz aka, gazoblokda bo'lganligimiz uchun gazoblokda uyqisi og'ir ko'tarmaydi deganligi uchun biz test qilamiz, og'ir bostiramiz, og'ir ko'taradi deb. Asli siz mana o'zingiz optingizdan kelib chiqilgan holatda o'zi pishirg'ish ham og'ir yuk ko'tarishi uchun qilinadimi yoki kolonna rigelga og'ir yuk tushiriladimi? Pishirg'ishga hech qachon menimcha og'ir yuk berilmasa kerak. Kolonna rigel qilinadi, keyin plita bosiladi. Shunaqami? Endi bu narsa bunday holatda kolonna rigel o'zi aslida bo'lishi kerak. Endi ko'p yerda anaqa moddiy tomonlama tejash maqsadida seysmopoyz qo'yiladi. Aslida o'zida 40 bo'lishi kerak. Ko'p yerda hozir razmerlarni kichaytirish bo'lyapti. Buni qilmagan tavsiya qilaman. Sababi uni o'zini razmerdek bo'lsa, shu holatda seysmik holatga chidab turadi. Sababi bu yerda odam yashaydi. To'g'ri. Misol kerak bo'lsa yil 12 odam uzilmashi mumkin, kattalar har kuni yotishi mumkin, misol uchun chiqib ketmashi mumkin. Iloji boricha uyga yetib borish kerak. To'g'ri, fundamentga, kolonnaga deyapti. Men deganim pishirg'ishda ko'pchilik pishirg'ish ham to'ldiruvchi vazifani bajaradi. Og'ir ko'taruvchi. Yo'q, aslida to'ldiruvchi vazifani bajaradi. Значит, gazoblok avtoklavniga ham yuk og'ir ko'tarmaydi degan narsa noto'g'ri ekanda. Chunki kolonna regelni qilganingizdan keyin gazoblok ham
100% уже to'ldiruvchiga aylanadi-da. Albatta. Vazifasi shu. Kimga yana shunaqa qiziq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yo shunaqa uy qurmoqchi bo'lgan tanishinglar bo'lsa, YouTube'imizni linkini tashlab qo'ysanglar yoki Instagramimizdan jo'natib qo'ysanglar, kirib ko'rsa manfaatli bo'ladi. Ustakamiz nomerlarini ham pastda qoldiramiz. Andijon shahri bo'yicha yoki umuman vodiy bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bemalol hamma yo'q instrumentlar, apparatlardan tortib hamma narsa o'zlarida mavjud. Bemalol nomerlarga telefon qilsanglar ham bo'ladi. Gazabulodi opoddasi bizda, adres aniq. Davlat kompaniyasi. YouTube sahifamizga obuna bo'lasiz. Podpiskani bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, yangi kelgan xabarlar birinchi bo'lib sizga boradi.